Assalomu alaykum qarindoshlar. Gollandiya şopurluq pravisi nazariya darsiga xush keldinglar. Biz bugun 19-dars, yani yondoshga doir mashq savollarni ishlab o'tamiz. Bu darsni anglashdan burun, agar mushu darsninki nazariya qismiga doir dars, yani 18-darsni anglamagan bo'lsanglar, oldi bilan shu darsni anglatib, ondan bu darsni anglashinglarni tavsiya qilaman. Chunki bu darsimizda faqat 18-darsda o'rgangan nazariyaga doir mashq savollarni ishlaymiz. Qanamsi boshlaydi. Yani savol deydi, you start in the field and will rechts inhalen maqtat. Yani siz hozir fieldda qatnashqish stansiyaligida turyapsiz. O'ng tarafdan mashinani yondamoqchi yo'l qo'yilamdi deydi. Nazariyat o'rgangan to'q mashinani o'ng tarafdan yondasiladigan 5 xil ahvolning birisi qatnashqish stansiyaligida. Shuning buning javobi ya. Ikkinchi savol, you halt here rechts in maqtat. Yani siz hozir miyada o'ng tarafdan yondamoqchi bo'lamdi deydi. Qarasanglar, aylanmadi ekan rotunda. Hem o'ng tarafdan yandash qo'ldigan 5 xil ahvolning birisi rotunda. Shuning buning javobimi yana ya. Üçüncü savol, you verlaat de autosnelweg en halt rechts in maqtat. Yani siz hozir teşviratli taş yo'ldan ayrılmoqchi, o'ng tarafdan yondamoqchi bo'lamdi deydi. Bu ahvol ham o'ng tarafdan yondasak bo'ladigan ahvolning birisi. Shu buning javobim o'xshashlar ya. Endi keyingi savol, you wilt hier invoegen op de autosnelweg, mag u hier van rechts inhalen. Yani siz hozir teşviratli taş yo'lga qitilmoqchi deydi. Uçaq siz o'ng tarafdan yondasangiz bo'lamdi deydi. Bu ham dal o'ng tarafdan yondasak bo'ladigan ahvolning birisi. Shu buning javobi ya. U halt hier in maqtat, yani siz hozir miyada inhalen yondamoqchi bo'lamdi deydi. Qarasanglar tramkan, tramni ham o'ng tarafdan yondasak bo'ladi. Shu buning javobi o'xshashlar yana ya. Endi keldik, you zit dit bord, zou je dan wel in motorfiets mogen inhalen? Yani ma taxtini ko'rdingiz deydi, rasm qarasanglar, bir taxta bor ekan. Siz hozir motorliq velosipedni inhalen yondasangiz bo'lamdi deydi. Yani bu taxta inhal verbod, yani yondasang bo'lmaydi. Yani mayli motorfiets bo'lamdi, fracht auto bo'lamdi, ish qilib har qanday motorliq qatnash vositasini yondasang bo'lmaydi deydiganni bildirgan taxta. Shu buning javobi yo'q. Je wilt nu nog even snel de auto voor je inhalen maqtat. Yani siz hozir tez suratda oldingizdagi mashinani inhalen qilmoqchi bo'lamdi deydi. Qarasanglar hozir biz inhalen qilish uchun inhalendagi Hoftrihol sol tarafdan inhalen qildik. Yani oldimizdagi mashinani inhalen qilish uchun ma sol tarafdagi yo'lga chiqishimiz kerak. Lekin ma taxtada ustidagi Matrix Sportda yani ma sol tarafda mush eng chetdagi yo'lda mang'anlar ma yondagi yo'lga chiqding deb bildiryotdi-ku. Ondan yani sal jiroqroq taxta qarasanglar, eng chetdagi yo'lga qizil xato belgisi qo'yib qo'yapti. Demak, bu yo'lda mangsangiz bo'lmaydi deganni bildirdi-ku. Shunga hozir ahvol ostida ma sol tarafdagi yo'lni bekalang deganlik uchun shunga unda tezlam inhalan qilib olay deb bu sol tarafdagi yo'lga chiqsaqmi bo'lmaydi. Shu buning javobi. Endi keyingi savol, endi bu savol ham o'xshashlar, miyada hozir inhalan qilsangiz bo'lamdi degan savol. Qarasanglar, siziq do'rxi-tro'kkan yani tutashtirilgan siziq inhal verbod bilan baravar inhalan qilsak bo'lmaydi. Shu buning javobi. Endi keyingi savol, jag hade bitte buss inhalen maqtat. Yani siz hozir oldimizdagi oq kichik tipdagi avtobusni inhalen qilmoqchi, yondamoqchi bo'lamdi deydi-ku. İmtihon ko'p chiqib qolgan savollarning birisi shu. Ko'pincha hollarda qarablam, inhal verbod bor ekan, shuni qarablam ne deb tanlab qoldiganlar chiqroq chiqib qoldi-ku. Yani qarasanglar hozir inhal verbod, lekin
Frachtwagen bizni inhal qilsa bo'lmaydi, lekin biz har qanday qatnash vositasini inhal qilsak bo'ladi-chu. Şun bunun cevabı ya. Yani biz inhal qilsak bo'ldi, lekin Frachtwagen bizni yandisi bo'lmaydi. Biz hozir faqat mana kichik bizni inhal qilmas. Şun bunun cevabı. Endi keyingi savol, "Je halt hier rechts in, mag dat?" Yani siz hozir o'ng tarafdan inhalın qilmoqchi bo'lamdi deydi-chu. O'ng tarafdan inhalın qiladigan faqat 5 xil ahvol bor. Lekin hozir qarasak, bu 5 xil ahvolning hech qaysi bu yerda mavjud emas. Ya'ni bu yerda bir qatnash qisqanchilik yo'q, bu yo'l bir rotunda emas, yoki bir tram yo'q, yoki boshqa ahvollarmi yo'q. Shunga bika o'ng tarafdan inhalan qilsak bo'lmaydi. Faqat 5 xil ahvolda qilsak bo'ldi. Şun bunun cevabı ne? Yani 5 xil ahvolning hech qaysi bu rasmda mavjud emas. Shunga endi keyingi savol keldik. Bij welke afstrepen is het gevaarlijk om in te halen? Yani mana savolda deydi, yani yo'ldagi qaysi siziqda, yani afstrepen, mana shu yo'ldagi siziqlarni biz mana afstrep deymiz, asfalt siziqlari. Yani qaysi siziqlarda inhalan qilish, yondash, xafarlik, xatarlik deydi. Çünkü ikki xil ahvol bor ekan hozir. Hozir biz A bilan B, bu her ikkili siziq qarasanglar, bu siziqlar tutashtirilgan emas ekan. Demak, inhalan qilsak bo'ldi. Lekin mush siziqlar bizga ma'lum bir uchurlarni yetkazish uchun sizilgan siziqlarchu. A rasm qarasanglar, bu siziq tutashtirilgan emas, lekin ikki siziqninki oraliqi baq qisqa ekanchu. B rasm qarasanglar, ikki siziqning oraliqi kengri qo'yilgan ekan. Hozir men A rasm mushta ikki siziqning oraliqini yaqin qo'yib qo'yishlik sabab inhalan qilsangiz bo'ladi, lekin inhalan qilsangiz sal xatarlik, shunga bek diqqat qilib inhalan qiling deganni bildirmoqchi-chu. Yani ikki siziqning oraliqining yaqin bo'lishi. Shu hozir savolda qaysi asfalt siziqida inhalan qilish xatarlik debdi. Shu buning javobi A. Yani A'da inhalan qilsak sal xatarlik. Shu bunday ahvol ostida mumkin bo'lsa inhalan qilish bek zarur bo'lmasa qilmasak bo'ldi. Agar inhalan qilib qolsakmi, alohida diqqat qilib inhalan qilish. Endi keyingi savol, "Je wil inhalen aan welke kant haal je de grijze auto in?" Yani siz hozir yondamoqchi, mushu oldimizda mana bir kul ranglik mashina bor ekan, mushu kul ranglik mashinaningki qaysi tarafidan inhalan qilasiz deydi. Chu xoftri xo'lnimiti links. Shu buning javobi links. Yani normalda asosiy qoida, muhim qoida sol tarafdan inhalan qilamiz. Shunga javob. Endi men savol keldik, "Je wilt fietser inhalen mag dat?" Yani siz hozir men velosipedga odamni inhalan yondamoqchi bo'lamdi deydi. Qarasanglar, hozir biz bir bo'xt yo'lning qayrilgan qismiga kelib qoptimiz. Yani yondash cheklangan 6 xil ahvolning birisi bo'xt. Chunki men bo'xtning keynida biz yo'lning mushta qayrilma shaklidan aniq ko'rolmaymiz-chu, mashina bormi, yo'qmi? Shu bir xatarlik ahvol. Shu buning javobi ne? En keyingi savol, "Het is maandagochtend 9 uur en je haalt nu de vrachtauto in. Mag dat?" Yani hozir dushanba kuni atdigan soat 8. Siz hozir mau yuk to'sh mashinalarini inhalin qilmoqchi bo'lamdi deydi. Buning javobi ya, inhalin qilsak bo'ladi. Lekin imtihonda bir qaymoqtiradigan narsa, yana qarasanglar, bu yerda inhal verbot bor. Mushning qarablar yo'q deb tanlab qilish ehtimoli yo'qchu. Lekin bu inhal verbotga obdan qarasak, ya'ni dushanba kunidan juma kunigacha atdigan soat 6 dan 10 gacha, tushdan keyin soat 3 dan 7 gacha yuk to'sh mashinasi bizni yondasi bo'lmaydi, lekin biz har vaqt yuk to'sh mashinasini yondasak bo'ladi-chu. Shu buning javobi ya. Endi diqqat qilinglar, imtihonda dal aksicha maandagochtend 9 uur fracht auto sizni inhalan qilsa bo'lamdi deb chiqib qoldi-chu. Yani har xil shaklda. Mesela siz
fracht autoni yük toş mashinasi inhalın qilsangiz bo'lamdi va yoki yük toş mashinasi sizni inhalın qilsa bo'lamdi deb chiqib qoldi. Shu savolni obdan o'qishinglar ham shu taxtiga obdan diqqat qilishinglar bek muhim. En keyingi savol, jag vill nu nog even snel de vrachtauto inhalen, mag dat? Yani siz hazır tez süratda yük toş mashinasini yondirmoqchi bo'lamdi deydi. Yani aldığımız bir yük toş mashinasi var ekan, yondashdagi muhim qoida nimati? Sol tarafdan yondaydik. Hozir biz buni yük toş mashinasini yondash uchun sol tarafga chiqayli desak, taxta qarasanglar sol tarafdagi yo'lni taqib o'tibdi hozir. Xato belgisi bor. Sol tarafdagi yo'lda mang deydi-ku. Shunga biz bu yo'lga chiqolmaymiz, demak inhalan qilsak bo'lmaydi degan gap. Shun buning javobi ne? En keyin jag vill nu han inhalen maqtat, ya'ni siz hozir inhalan qilmoqchi, yondirmoqchi bo'lamdi deydi-ku. Yani oldimizda bir traktor bor ekan. Inhalan qilishningki inhalan qilishda diqqat qiladigan muhim yana bir nuqtam bexatarlik. İnhalan qilish uchun biz sol tarafdagi yo'lga chiqishimiz kerak, lekin qarshi tarafdan mashina kelib o'tibdi-ku. Ya'ni bu ahvolda inhalan qilsak xatarlik bo'lmaydi. Shu buning javobi ne? Ya'ni qarshi tarafda kelayotgan mashinaning sababidan. Ya'ni mush turdagi savollarni ishlagan vaqtda, ya'ni shu ahvoldan ko'p ko'riladigan bir xatolik sol tarafdan inhalan qilsam bo'ldi deblam deb tanlab qo'yish ehtimolimiga uchraydi, lekin ammo mashinaga yaxshi diqqat qilmay. Ya'ni mushta rasmlarga alohida yaxshi diqqat qilmak. Endi keyingi savol, jag had hier van rijstrook veranderen, mag dat? Ya'ni siz hozir miyada rijstrook, ya'ni mashina yo'lingizni o'zgartiringiz bo'lamdi deydi. Ya'ni qarasak uzun tutashtirilgan qo'sh siziq bor ekan. Yani bu qo'sh siziqni bisib o'tsak bo'lmaydi. Shu buning javobi ne? Yani yo'limiz bo'lmaydi. Endi savol, jag vill nu han inhalen, vaqtat, ya'ni siz hozir inhalen qilmoqchi, yondirmoqchi bo'lamdi deydi-ku. Ham sal qaymoq turgan savol. Qarablam sizlarga oq tutashtirilgan siziqni ko'rablam, yo'q deb talab qilishinglar mumkin. Lekin qatnash qoidasida bir alohida ahvol, agar yo'lda mushta oq siziq bilan siriq siziq tang bo'lib qolsa, oq siziq kuchga ega emas, siriq siziq kuchga ega-ku. Shunga hozir mana rasmda oq siziq tutashtirilgan, lekin siriq siziq tutashtirilmabdi. Shunga oq siziq kuchga ega emas, siriq siziq bor ahvol ostida. Siriq siziqning kuchi, siriq siziq qandoq bo'lsa, shuni amal qilamiz. Siriq siziq tutashtirilmagan, shunga inhalan qilsak bo'ladi. Javobi ya. Yani imtihonga ko'p chiqib qolgan savollarning birisi shu. Ko'pincha ahvolda qarablam, oq siziqlam qarab tutashtirilibdi deblam, ne deb tanlab qoldigan ahvol chiqib uchraydi. Endi keyingi savol, bei welke bord mag je in traktor inhalen? Yani siz qaysi taxtada, yani A, B deb ikki taxta bor ekan, traktorni inhalen qilsangiz bo'ladi deydi. Oldila A qarayli. A'da inhal verbod taxtasi. Yani hech kimni inhal qilsa bo'lmaydi deganni bildirdi. Lekin tegida uitgezonderd, yani alayda ahvol deb traktorning rasmini berib qo'yapti. Yani bu deganlik faqat traktorni ham inhalan qilsangiz bo'ldi. Traktorni ham yondab o'tib kelsangiz bo'ldi, lekin traktordan boshqa qatnash vositasini yondirsangiz bo'lmaydi deganni bildirdi. Shunga hozir A bordda, A taxtida biz traktorni yondirsak bo'ladi. B taxtida frachtwagen bizni yondirsa bo'lmaydi, lekin biz har qanday motorli qatnash vositasini yondirsak bo'ladi. Shunga biz traktorni yondirsak bo'ladi demak. Shunga buning javobi har ikki taxtida biz traktorni yondirsak bo'ladi. Keyingi savol, jag vill här traktor inhalamoqda. Yani siz hozir miyada traktorni inhalan qilmoqchi, yondirmoqchi bo'lamdi deydi. Qarasak, siziq tutashtirilgan siziq afsus bo'lmaydi. Yani bunday ahvol ostida normalda bu yo'lda traktorning surati jiq bo'lsa 45 da mangalaydi. Lekin biz 80 da mangalaydik. Inhalan qilsak bo'lmaydi. Shunga
Muş traktorning aslida aldırmay, traktor yo'lni o'zgartib yo'ldan chiqatgacha minishimiz kerak. Buning javobi. Әмдік суал евіл тиеррәқтіс инхалым вақтат. Yani siz hazır оң tarafdan yandımakçı bolamdı deydi. Qarasаңlar, hazır qatnaş qıstançılık var bir ahvalken. Yani оң tarafdan yandısak bulduğun ahvalının birisi qatnaş qıstançılığı fiili. Şun bunun cevabı ya. Yani şu inhalın yandaş doğrusidagi biz birga ishlaydigan savollar mushunchalik. Sizlarga bir torbat adresini ilib keldim. halyatheory.nl Yani nazariya imtihoningizdan o'tib keting degan bir torbat. Bu torbatda jiq mashq savollari bor. Anar mashq savollari turlar bo'yicha ayrilgan. Biz bugun ishlagan mushu inhalın to'g'risidagi ba'zi savollarni shu torbatdan oldim. O torbat yana buningdan jiq savollar bor, tushuntirilish bor. Shunga bir ko'rib boqishinglarni tavsiya qilaman. Bugungi darsimiz mush yerda oyoqlashdi. Biz keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.